Keyingi partiyamizga mana kiyikka o'xshaydiganlar. Stoykani qarang akalar. Oma dur variant qo'chqor bular ha. Bari qo'chqor aka. Mashallah. O'zimizda toza hisarisidan. Voy, mana uni qarang akalar. Ey, Sohibjon. Ha aka. Narxini yoramizmi? Yorib beramiz aka, xudo xolasa. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari Ozodbek YouTube kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizni biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha har doimgidek optimchilar arzonchilik qilgan qishloq Saroydamiz akalar. Bugungi sizlarga zo'ridan yaxshisiz elinishda davom etaveramiz. Videoni boshida yo'qdan like bosib turing. Akalar, zo'ridan bo'ladi. Xudo xolasa biz optimchi arzonchi kanalimiz mehmoniga, mezboniga aylanib ulgurgan mana Sohibjon mehmonni bo'laman degan. Qalaysiz? Ozodbek aka, sonlaringiz yaxshimi? Charchamayman. Obunachilarga ham salom. Aka-ukalar, xudo xolasa bugunga 5 partiya вообще sifat zo'rlarni olib kelib qo'yganmiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Siz izlagan narxlar faqat bizda bo'ladi. Inshaalloh arzon qilib qo'yib beraman aka. Arzon qilamiz. Bugungi akalar, xudo xolasa 5 partiya atrofida bor. Mana sizlarga tayyor variant. Boquvga tayyor. Bular yemaganmish qilib uka. Yo'q aka, endi sekin yemaganda ham damini berib yuboryapti-yu. Enasini to'yib yemgan variantidan. Gap. Necha oylik bular uka? 7 oylik plus minusga beraveramiz Ozodbek aka. Nechta chiqdi o'zi? Hop, 37 bosh. 37 bosh qo'chqor hammasi. Bari qo'chqor. Pichma sog'lig'i yo'q aka. Pichma sog'lig'i yo'q, hammasi qo'chqor va holatda. Akalar, yedish sog'lik salomatligiga bularga bemalol garantiyasini o'rnib beramiz. Bir hafta sinov olishuradi uyga yetib Bir hafta. Akalar, xonadoningizga boradi, qo'rangizga qamaladi. Bir hafta garantiya sinovlari. Sinov muddati akalar beriladi. Mana sizlarga eng zo'ridan yaxshisini elinishda davom etaveramiz. Ularni bo'yi necha chiqyapti uka? Aka 70 ga beraman. 70. 70 ga olishaversin. Gap yo'q. Bo'y bastlari 70 akalar. Xudo xolasa yetkazib berishda muammo bo'lmaydi. Samarqandgacha aka besplatni holatda yetib boradi. Undan u yog'iga ozgina poddeshka qilib yuborsa aka uyda oxirigacha yetib boraveradi. Qayda bo'lsa ham. Kelishaveramiz aka. Bitta ikkitani ham kelishaveramiz. Ha, birosa. Gap yo'q. Bitta ikkita ham sotilaveradi akalar. O'ylanmang, ikkilanmang. Mana sizlarga variantni zo'ri, mana sizlarga qo'chqorlarda xudo xolasa zo'rlari chiqib keldi. Narx-navosi ama eng muhimi narxida. Ama bularda badanini holatda. Yaltirashini qarang, mana qo'ylarda. Gazi ham uzun, badanini. Uka, narxi necha pul bularda? O'zini maqtaydigan qo'ylarda. O'zini aka, buni ko'rib turgan odam qo'ydi ishqiboz tushunaveradi aka. Tushunaveradi. Bugun bilaman sizda dangal bo'ladi. Hali bilasiz aka, oldi qochdi gapni keragi yo'q. Maqsad sotish. Xudo xolasa aka 37 tasini tortdim desin 4 million 300 ming so'mdan o'zida beraman aka. 37 tasini demang uka, haydab olsa ham o'sha narxda bering. 5 tagacha haydab chiqaraversin. O'sha narxda. 3 million janingiz ham. 4 million 300 mingdan aka. Gap yo'q. 4 million 300 ming so'mdan 5 tagacha haydab olsangiz. 5 tagacha shunday qo'radan haydab olsin, 4 million 300 mingdan ketaveradi, uygacha yetkazib borib beraman. Yetkazib borib berishdan demak umuman muammosi ham yo'q. Akalar, bemalol aloqaga chiqasiz. Ammo narxlarda o'zingiz ko'rib bilib turibsiz. Hammani ko'z ochishda uka. Biz rol o'ynab 500 ming tushdim, 200 ming tushdim deganimizda unaqa gap keragi yo'q. Hamma o'zi ko'rib bilib turibdi. Mana qo'ylar badanni qarang akalar. Olsangiz shunaqasini olasiz-da. Xudo xolasa mana sizlarga tavsiya qilinadigan qo'ylarimiz. Keyingi partiyamizga qanaqa chiqadi uka? Bundan ozgina kichikroqlari, ukalar chiqadi aka. Ukalarni yana sekin. So'liqlardan bor, qo'chqorlardan bor aka. Karturudan bor ekanda bugun. 3 million 500 mingdan ham 5 oylik atrofida qo'ylar qo'yib beraman. Voy, gap yo'q, gap yo'q. Keyingi partiyamizga sekin asta akalar navbat bersak ham bo'laveradi. Qadrli kuzatuvchilarimiz, xudo xolasa akalar, sizlarga tavsiya qilinadigan endi ikkinchi partiyamizga ham mana navbatni berib oldik. Bular haqidagi ma'lumotlarni ham ukamiz o'zlaridan chiroyli eshitib boraveramiz. Soniga nechta chiqdi? 45 bosh. 45 bosh. Qo'chqor. Bari qo'chqor. Pichma sog'lig'i yo'q. Yo'q aka. Gap yo'q. Mana ular sultonlari ekan. Oyoq qo'l cho'zgan, yirik holatda necha oylik bular? 6 oylik atrofida. 6 oylik atrofida. Yedishtisi yaxshi. Bir hafta kafolati bor aka. Kafolat muddati 1 hafta. Xonadoningizga boradi, xotirjam sinab olaverasiz. Bularda xudo xolasa qaygacha yetkazib beryapmiz uka? Samarqandgacha ketaveradi aka. Besplatni holatda. Toza kashtanidan akalar mana. Ish bitadi. Xudo xolasa. Sotish bulardan. Maqsad sotish. Sinov muddatini 1 hafta beryapmiz-ku. Gap yo'q. Bo'yi 70 plus minusga beraverasiz. Xudo xolasa yetkazib berishdan ham Samarqandgacha besplatni holatda undan yog'iga kelishtirib olib borib beriladi. Narx-navosini qancha qo'yamiz uka? Oldi qochdi gap yo'q aka. Ha. 45 tasini tortdim deganga 4 milliondan o'ziga ayirib. Joningiz omon. Savdosi bor. Savdosi bor aka. Gapi. Hech kimda aytgani bo'lib qolmagan-ku. Kelishtirib beraman. Joningiz omon bo'lsin. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa kelishtirib yo'lida qilib beriladi akalar. Telefon qilaverasiz, ishingizni bitkazamiz akalar. Mana ular yurishni qarang akalar. Bitta. Issiqda ko'p qiynamaymiz. Biz endi navbatda xudo xolasa sekin asta keyingi partiyalarga bersak ham bo'laveradi akalar.
Qadrli kuzatuvchilarimiz, endigi navbatimiz 3-partiyamizga. Bular sog'liq ekan aka? Sog'liqda suluvlardan nechta chiqdi? 14 bosh aka. 14 bosh, gavda boshi zo'r ekan mana ularni. Baliq bo'yi yotibdi. Ey, necha oylik bular? 6 oylik atrofiga beramiz. 6 oylik atrofiga yosh oyliklari beriladi. Kuziga bemalol Qo'chqorni qo'shib so'radi aka. to'y qilish o'rganda. Birinchi bolasini o'zim olaman, tarbiyasini maza qilib beraman deganlarga tavsiya qilaman. Gap yo'q. Oyoq qo'li uzunidan, zo'ridan olaman degan aka-ukalarimiz sira telefon qilaveramiz. Mana. Gap yo'q. Toza hisarlar. Bo'yi necha? Bo'ylar aka 70 plus beramiz. Dastavkada muammo yo'q. Samarqandgacha ketaveramiz, 14 tasini topshiramiz. Gap yo'q. Samarqandgacha besplatni holatda. Bularni uka narx-navolarni ichib qo'yamiz. Eng muhimi omon narxida uka. O'ylanmay, ikkilanmay bitta gapirib qo'yaman. 14 tasi 3 million 900 mingdan ketaveradi. Joningiz omon bo'lsin. 3 million 900 ming so'mdan. Mashalloh. Akalar, xonadoningizgacha yetkazib berasiz. 4 million 200 ming bunaqa deyish kerak. Ha. Toza. Mani ko'zi ochiq ko'rib bilib turibdi narx-navoni. Ye bo'lmasamchi, xudo xolasa. 900 mingdan xayrini qilib beraman hozir. Xayr sunnati ham bo'ladi, ha. Savdosi bor o'zlariga. Xudo xolasa aka. Gap yo'q. Murosa. Qadrli obunachilarimiz, aloqaga chiqib olasiz. Xudo xolasa sizga yaxshisidan sifatingizda intilishda davom etaveramiz. Biz endi navbatda keyingi partiyalarimizga bersak ham bo'laveradi. Mana ularni qarang, zo'ridan aka. Kuzatuvchilarimiz, xudo xolasa akalar, bu keyingi partiyamizga. Mana kiyikka o'xshaydiganlar, stokani qarang akalar. Omad bir variant qo'chqor bular, ha. Bari qo'chqor aka. Mashalloh. Ishqiboziga mana tavsiya qilamiz. Ishqiboziga maza qilib boqaman deganiga tavsiya qilamiz. Tavsiya qiladigan variantimiz, xudo xolasa, mana shular bo'ladi, qadrli obunachilarimiz. Aloqaga chiqqan odamni ishini bitkazib yuboramiz, xudo xolasa, like bosib turing. Ammo bir variantlarimiz Sohibjon. Aka, Mana uni qarang. Mana uni qarang akalar. Qonda ham chiqqan mana. Idishchisi zo'r ekan, xudo xolasa. Arashan deymiz-ku aka, mana hisorning ichidan chiqib kelyapti bular. Mana tayyor variant akalar. Bularni uga qayerga yetkazib beramiz? Samarqandgacha ketaveradi aka, 6 bosh. Besplatni holatda. 4 ta sarig'idan, bitta dollar rangidan, bitta o'zimizda toza hisarisidan. Voy, mana uni qarang akalar. Ey, Sohibjon, Ha aka, narxini yoramizmi? yorib beramiz aka, xudo Bitta xolasa. tiniq qilib gapirasiz uka. Ha. Bu qo'chqorda xudo xolasa olgan odam bir maza qilsin-da, bizni ham xudo xolasa mana shunaqa kanalimizdan arzoni hamda mana shunaqa zo'rlari chiqishda davom etaversin, ha. Bularda uka, Aka. narx-navosini nechta qo'yamiz? Aka, bir tortorga buni 5 million, 4 million 800 ming keragi yo'q aka. Bunaqa narsalarni keragi yo'q. Xudo xolasa buni bir tortorga aka mana. 4 million 500 ming so'mdan Samarqandgacha ketaveradi. Joningiz omon bo'lsin. 4 million 500 ming so'mdan aka. xayri bo'ladi ham baribir, ha. O'sha siz qidirayotgan qulog'im akalar shunda bor. Siz qidirayotgan gavdavosh shunda bor akalar. Siz nimani xohlayapsiz aka? Inshaalloh mana sizlarga varianti. Qadrli obunachilarimiz bemalol telefon qilaverasiz. Biz endi so'nggi partiyamizga beramizmi aka? Narx arzoniga beramiz aka. So'nggisi, Ha, xudo gap xolasa. yo'q. So'nggisiga Quli-quliga. navbatni bersak ham bo'laveradi. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar, endi bu sizlarga akalar so'nggi partiyasi. Omma olib boqaman deganlarga uyingizga borgan soatdan boshlab pilisga yuradigani mana shular bo'ladi. Soni Kun sayin o'zgaradi aka. 18 bosh. 18 bosh. Qo'chqor, ha? Bari qo'chqor variantidan. Gap ichma sog'liq yo'qmi? Yo'q aka. Yedishchisi qalay aka? Zo'r. Zo'r. Zakonni aka. Sinomog'ini xotirjam beraveramiz. Berilaveradi. Bir hafta uylariga, xonadonga yetib borgandan keyin chiroyli qilib sinab olishaveradi aka. Gap yo'q. Qayergacha yetkazib beryapsiz? Samarqandgacha ketaveradi ular. Besplatni qilibmi? Besplatni holatda. Joningiz omon bo'lsin. Yonib gaz uzunligini qarang qo'ylarni. Hammasini Oyoq qo'lni hozirdan shu o'ziga ham zo'r. xolasa. Sifatiga gap yo'q aka. Aka, yosh oyligi 5 oylik atrofida bo'ladi. 5 oylikka beraverasiz. Bo'yini-chi? 65 plyusga olsa aka, 70lar yuribdi, ko'ryapsiz. Narxini-chi? Narx aka bitta bo'ladi. Ha. Qiziqqan ishqibozga videoni oxirigacha kuzatganlarga bittadan like turib, kommentariyaga otangga rahmat deganiga 3 million 500 ming Joningiz aka. omon bo'lsin. 3 million 500 ming. Xayri ham bor aka, xudo xolasa. Ha. Hamma aytilgan partiyadagi narxlar emas aka. So'rab olishaveradi. Ye, Bitta bor, murosa aka bundan. Murosa. Qadrli obunachilarimiz, bemalol aloqaga chiqaverasiz. Sababini qiling. Mana sizga baraka keltiradigan variant akalar. Aloqaga chiqqan odamni ishini bitkazamiz. Demak, biz video syomkamizni mana shu yerda yakunlasak ham bo'laveradi. Sizlar bilan keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilib, maksimal yaqinlarga tarqatib, bittadan like tugmachasini bosib qo'yishni unutmanglar akalar. O'zingizni ehtiyot qiling.